Assalomu alaykum azizlarim. Bugun 30 kunlik challengeimizni 4-kuni va bugun sizlarga shunaqa chiroyli brelok uchun yulduzchalar yasashni o'rgataman. Buning uchun bizga yo'l kerak bo'ladi. Buni o'zlaring xohlagan razmerda, xohlagan rangda qilishlaring mumkin. Leska kerak bo'ladi. Shunaqa metrajli zanjirlar bo'ladi, shunaqa. Va bunaqa mixchalar kerak bo'ladi. Xohlasanglar bu mixchani o'rniga kalso ishlatsanglar ham bo'ladi. Birinchi leskamiz kirib qolamiz. Leskamiz kirib oldik. Endi 10 dona shunaqa munchoq o'tkazib olamiz. Mana 10 dona o'tkazib oldik. Endi buni baylab olamiz mahkamlab. Iloji boricha mahkamroq qilinglar. Shunda qattiq yaxshi chiqadi, mustahkam bo'lib. Mahkamlab oldik. Endi bunisi mana kalta qilib boylab olganman. Bunisini qirib qo'yamiz keyin. Bitta leskamizdan 2 dona dur o'tkazamiz. Dur o'tkazib, shu boylagan joyimizdan mana bu yoqdan chiqqan bo'lsa, bunisi ikkinchisiga kirgizamiz buni. Ikkinchisiga kirgizamiz. Endi yana ikkita dur olamiz. Bitta dur tashlab, ikkinchisiga kirgizamiz yana. Xuddi shunaqa qilib, orada bitta dur tashlab, ikkinchisiga kirgizib, bitta dur tashlaymiz, ikkinchisiga kirgizamiz. Yana bitta dur tashlab, mana ikkinchisiga kirgizamiz. Endi bu ikkinchi durimiz, mana ikkinchi qatordagi durga chiqarib olamiz leskamizni. Bir dona dur o'tkazib olamiz. Va ikkinchi qatordagi leskamizni ikkinchisidan qaytarib tushiramiz. Bundan tushirib, bu o'rtada tashab ketgandan o'tkazamiz. Tashab ketgan durimizdan bu leskamizni o'tkazib olamiz. Tortib mahkam qilasizlar. Mana tashab ketgan durimizdan o'tkazdim va yana ikkinchi qatordagi birinchi durimizga o'tkazamiz leskani. Tepaga chiqarib oldik. Yana bir dona dur qo'yib, ikkinchi durdan pastga tushiramiz yana. Yana o'rtadagi durdan bu tomonga o'tkazib olamiz leskamizni. Xuddi shunaqa qilib, yana tepaga
hamma ikkinchi qatoriga qo'yib chiqqan ikkitali durlarimiz ustiga shunaqa qilib bir donadan dur qo'yib chiqamiz. Yana ikkinchi qatorga chiqarib olamiz leskamizni. Yana bir dona dur. Endi oxirgisini ham xuddi shunaqa yo'sinda qilib olamiz. Mana. Endi ikkinchisidan o'tkazib olamiz. Mana. Buni ham o'tkazib oldik va yulduzchamiz tayyor. Endi bu qolgan leska bilan bunisini mahkam bog'lab olamiz. Bo'ylab endi oshiqcha joyini qaychi yordamida qirqib tashlaymiz. Qirqib oldik. Endi sizlarda kalsiy bo'lsa kalsiy yoki oddiy sim bilan yoki shunaqa mixcha bo'lsa shunaqa mixcha bilan birga buni qotirib olamiz. Ya'ni zanjir yillaydigan joyga ilgak qo'yib olamiz. Mana mixchamizni o'tkazib oldim. Endi sal bukamiz. Tepa tarafga qayrab va metrajli zanjirimizdan o'zimizga keraklicha, ya'ni kerakli uzunligida qancha xohlasanglar shuncha kesib olasizlar. Mana shunaqa bo'ladi. Bu o'zlaringizning xohishingizga qarab kalta uzun qilib kesib olsanglar bo'ladi. Kesib oldik. Endi shu mixchamizni bu tarafidan, bu taraf ilgakli o'tmaydi, bu tarafidan shu zanjirda bir donasini o'tkazib olamiz va endi ilgagimizni bir-biriga kirgizamiz. Kirdi. Endi ilgagi yo'q tarafni orqaga qaytarib ilgakka o'xshatib olamiz. Mana. Ilgakka o'xshatib oldik. Endi mahkam qisib qo'yishimiz kerak, ochilib ketmasligi uchun. Endi kirgizgan zanjirimizni o'rta qismiga olib kelib olamiz. Mana. Yulduzchamiz tayyor. Endi tepa qismiga xohlasanglar kalitinglarga qo'shib olishinglar mumkin. Xohlasanglar kalsiy yordamida yoki shunaqa mix yordamida kalsiy yaratib olsanglar bo'ladi, o'zlaring yasab olsanglar. Kirgizamiz. Yana orqaga qayrib qo'yamiz. Mana chiroyli yulduzchalarimiz. Xohlasanglar buni kalitlariga, qizlar sumkalariga ilvasa juda ham chiroyli aksessuar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar. Hali bizga oldinda
25 kun ketmoqda.